Xohlamayman. Uy yumushlarini bajarishni xohlamayman. Qo'llarim kir bo'ladi. Oysara qizim, mayli ish qilmasang ham buvingnikiga non olib borib ber. Xohlamayman. Azizim, qarang. Mana bu qizcha juda yoqimtoy ekan-a? Mayli oyijon, nonni olib boraman. Faqat yangi tuxumni kiyib boraman. Xo'p, Oysara. Tra la la la, walking through the magical trees. What a perfect day for me. Quyoshli yo'lda ketyapman. Qushlar bilan qo'shiq aytaman. Endi qandoq qilaman? Axir tuxlilarim iflos bo'ladi-ku. Yaxshisi nonni bosib o'taman. Voy, nimalar bo'lyapti? Qo'rqib ketyapman. Xo'sh, men nega bu yerdaman? Chunki sen nonni bosgan qizsan. Sovuq qotib ketyapman. Qornim ochdi. Qorning ochsa, o'zing bosgan nonni ye. Xohlamayman. Axir u iflos-ku. Oysara qizim, qayerlarda ekan-a? Buncha uzoq qolib ketmas edi-ku. I wish I could hold you one last time, my precious angel. I miss you so much. Nonni iflos qilgan sensan, Oysara. Nonni yeysan yoki ochingdan shu yerda o'lib ketasan. Esingizdami? Mana shu uyda bir yoqimtoy qizcha yashar edi. Nonni bosgan ekan, g'oyib bo'pti. Yuragimni ezib yubording. Shu nonga yetadigan bug'doy to'plasang, aslingga qaytasan. I must go now. Be safe, little friend. Farewell. Voy tavba, bu qushchaga nima kerak? Tinmay bug'doy olib kelyapti. Men yana asl holimga qaytdim.